Assalomu alaykum. Gullarimiz yetib keldi. Zakaz berganlarnikini chiqarib yubordik. Farg'ona shahar, Marg'ilon shaharida keladi. Pochtadan chiqariladigan gullarimiz qoldi. Xudo xolasa bularni bitta-bitta qilib arzor qilib beramiz. Xudo xolasa havolarimiz 1-2 kunda ilib bo'lsa chiqarib beramiz. Havo sog'ligi hisobiga pochtalardan kam chiqaryapmiz. Mana masteralarimiz chiroyli holatda kelgan. Bularni bitta-bitta arzor qilib beramiz. Faqat Xitoy tovarida yuklarimiz kirib keldi, gallandlarimiz kirmadi. Sababiki gallandlarni sovurib qo'yganmi yo'lda отказ berishdi. O'shuni hisobiga olib kirmadi. Bu pastdagilarni ham ochib bitta-bitta obzor qilib beramiz. Rosa chiroyli holatga kirib keldi bular. Baylarida defektlari yo'q.